Yani salıp oyna. Şimdi Abdullah turunda, Şamukov turunda şundan aytalmayı uzakka gitti. Abdullah abi okumushlı kishini men ko'rmadim. Ol İngiliz dramaturgi William Shakespeare'ning shomasına göre çevresi spektaklni tercüme etti. Tatar tiline. Buna o eserini Tatar kişisi yazgan deb kabul edesin. Şunday oynarga жеңил men şok kattım buna. Şok kattım. Şul katli jаны bilen bizning ko'ngilga kirib ketadigan ayber bulup işlegen, biz aytamiz, nechik buni Abdullah ishlading deb. Endi ikkinchisi nida bizni partiya o'zak komitetida qabul etganlari. SK deb atadi vaqtda. Putinning administratsiyasi ko'p darajadagi uyushmaydi. Chunki partiya o'zak komitetini ul vaqtda Tresakni chaqirmadilar. Tresakni teatrini. Bizni teatrni chaqirdilar. Ana shunda Abdullah Shomukov birinchi martaba ayta, Zil zavoduna bardık dey. 5000 Tatar ishli. Lekin zavodda bir nindi Tatarning kitabı da yok. Gazeti de yok. Jurnalı da yok. Самодеятельности da yok dey. Bunun içinde Moskovda şunday birini bulurga mümkün dey. 5000 kişi, 5000 Tatar ishli zavodda. Şulay söyledi. Agar da 70-nji yıllarda bo'lgan vaqt, agar da olgan bo'lsa, Stalin zamanında bo'lgan bo'lsa, ani hozirgi otalari. Mana men shunda ko'rdim. Shin talantli kishining shunday teran ma'no bilan so'ylavin. Ham qo'rqmavin. Nechik qo'rqmaydir. Mana andi halni men aytam bit. Shok qatdim endi. Endi üçüncüsü albatta Sümbike manarasının tuzilishinde Tatarning shin o'z kishilari tuzganin isbot etdi u. Anginchi bizga mana bu Sümbike manarasının butunliyin Rus xalqi, Rus nilari tuzib berdi. Ko'krak qo'g'alari. Avval birinchi marta oshida aytdi. Bek zo'r xatomiz mana balas. Butun daniyalarim beri. Mana shunday kishilarni mana ish kishini ko'z oldina keltiraman. Muhabbat